Manda bir hozir mavzu nima haqida ketayotganini bilmayman, lekin bir savolim bor edi-da. Yaqinda o'zi bugun oldim B1 sertifikat. No, bir yil запретim bor-da. Buni nima qilsa bo'ladi? Hozir bir yildan keyin kuyib ketadimi shunda olgan sertifikatim? Qayta olishim kerakmi? Bu narsa sertifikatingizga bog'liq. Sertifikat qayerning sertifikati? Agar Goethe institutniki bo'ladigan bo'lsa, Goethe instituti sertifikatlari uzoq muddatli bo'ladi, bilishim bo'yicha. Maniki TELKniki. Sertifikatning orqasida ma'lumotlar yozilgan. Odatda xalqaro sertifikatlar butun umrga o'tadi. Siz qaysi imtihon bo'yicha topshirdingiz? TELK masalan A1 ni o'zimi yoki boshqa bir? A2 B1 topshirib B1 olganman-da. A2 B1, lekin imtihonlar masalan sertifikat, daraja, til bilish darajalari bor. Til bilish darajalari bilan imtihonlar mutlaqo farq qiladi. Misol uchun, men ishlaydigan joyda TELKniki DTZ deb aytiladi imtihoni, ya'ni Deutsch Test für Zuwanderer. Chet eldan keladigan kishilar uchun, migrantlar uchun imtihon tuzilgan. Bu narsa o'qishga kiradigan imtihonlarga nisbatan yoki bo'lmasam ishga keladigan kishilarga qo'yiladigan talablardan biroz yengilroq. Ya'ni bu imtihon yengilroq. Shu sababli imtihonlarni alohida ko'rib chiqish kerak. Ya'ni nima deb nomlangan? Faqat darajasi aytilaveradi. Masalan, Goethe institutnikini A1 darajasi Start Deutsch degan imtihoni bor. Masalan, uni A1 darajasi bilan DTZ, ya'ni migrantlarga olinadigan testlarning o'rtasida yer bilan osmoncha farq bor. Ya'ni umumiy til o'rganuvchilarga qo'yiladigan talablar boshqacha bo'ladi. Migrantlarga biroz yengilroq tartibda tuzilyapti hozir. Misol uchun audiolarda ham agar sezsalaring, ko'plab material bilan ishlayotganlar bo'lsa, biroz sekinroq gapirilgan audio matnlar bor. Shunaqada hozir men shunda hozir buni qanaqa hozir men keyingi yil keta olamanmi yo'qmi shu sertifikat bilan? Sertifikatingiz bemalol o'tadi. TELKniki bo'ladigan bo'lsa, u butun umrga u. Siz egallagan bilim. Agar mabodo shuni B2 qilib olsam, u ham shunaqa bo'ladimi? U ham xuddi shunday. Ya'ni B2 sertifikatingiz bo'ladigan bo'lsa, sizdan B1 sertifikatni hech kim talab qilmaydi, chunki B2 til bilimini siz isbotlayapsiz. Menda til bilimim B2 darajada deyapsiz. Sizdan hech qachon A1 yoki A2 quyi pog'onadagi til bilimlarini talab qilishmaydi sizdan. Xuddi masalan shahodatnoma universitetga kirganingizdan keyin, diplomingiz bo'lgandan keyin shahodatnoma talab qilinmagani kabi, universitet diplomi bilan istalgan joydan ishga kirishingiz mumkin yoki boshqa o'qishga kirishingiz mumkin bo'ladi. U kuyib ketadi degan narsasi yo'q.